Assalomu alaykum hammaga. Demak, do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimiz nomi Maktumon onlayn. Demak, pul ishlash sirlari. Telefon orqali sarmoyasiz pul ishlay boramiz. Demak, har bir do'stlarimizda kanalimizda rivoji uchun podpisatsiya bo'lib, obuna bo'lib, layk bosishni unutmang. Demak, do'stlar, boshladik. Bu mm, Telegram bot. Bu Telegram bot orqali bunaqa botlar ko'p. O'zlaringiz yaxshi tanish. Bu botlar orqali qanday pul ishlanadi? Demak, bu bot orqali pul ishlash uchun mana bu yerda 3 ta tugma kirgan vaqtingiz. Men o'zim bu botga kirdim. Demak, start tugma перезапуск aytyapman. Start tugmasini bosasiz. Start tugmasini boshlaganingizdan keyin mana bunday ko'rinishda oyna ochiladi sizga. Demak, приветствуем вас в servis. Mana bu botning nomi kommentariyaga ham silkasini qoldiraman. Botni qidirib yotmaysiz. Bemalol silka orqali kirishingiz ham mumkin. Tak, bu yerda qanday pul ishlaymiz do'stlar? Bu yerda unchalik sложно, qiyin emas hech narsa. Mana bu yerda Zarabot tugmasini bosamiz. Demak, mana Zarabot tugmasi. Для заработ вы должны быть подписаться на нашем канале deyapti. Demak, bu yerda mana bu yerda kanal просмотр bo'ladi. Kanal просмотр bosganingizda men o'zi podpisatsiya bo'ldim. Bularning kanaliga mana obraz звук chiqdi menda. Demak, podpisatsiya bo'ldim. Siz ham shu podpisatsiyani bosasiz. Demak, bu yerda mana bu sovg'achalarni mana qaysi mana post tagida shu bo'lsa bosasiz. Demak, sizga 0.05 rubl o'tib boraveradi shotingizga. Demak, men bularni bosdim hozir. O'zim tekshirib ko'rdim. Haqiqatdan to'layaptimi, yo'qmi? Shuni bosdim. Mana shu post-ku bola post bor. Bu yerda post aniq qilasiz. Demak, bu yerda yana nima? Mana My kabinetni bossangiz, sizdan olingiz kelib chiqadi. Demak, bu yerda nimalarni ko'rsatgan mana. Mana kabinet mana ikkinchi kun botda deb aytdi. Necha kun ishlagan? Podpiska kanal bosmagan ekanman. Просмотр mana kanal post просмотр qilgan ekan. Faqat ko'rgan ekanman. Bonus olgan ekanman. Bo'ldi, mana bu yerda 2 rubl bor. Demak, bu yerda qanday qilib bu yerdan pul ishlaymiz deb qanday qilib chiqaramiz? Demak, вывести knopkasini bosamiz. Bu yerda do'stlar, menda hozir pul yetmay ekan. Bu yerda условия qanday ekan? Siz 3 ta do'stingizni условия для вывода deyapti. Пригласить 3 referralni deyapti. Silkangizni tashlaysiz, через silkangizdan 3 ta odam kelishi kerak sizda. Demak, uni qanday qilasiz? Uyda har bir odamda uyda hozir Telegram bor, 3 ta 4 ta telefon bo'ladi. Hech bo'lmasa o'sha 3 ta telefondan siz silkangiz orqali kirib, shu botni start tugmasini bosib, перезапуск qilib qo'yib, kirib bir ikkita post qaraydi, bo'ldi, chiqib ketadi. Siz demak, sizni nomingizga 3 ta referral bo'ladi. Demak, minimalkani yig'asiz. 15 rubl. Minimalkani yig'ish juda ham oson. Tez yig'sa bo'ladi. Kanal ko'rasiz, kanalga podpisatsiya bo'lasiz. Tezroq qilib Payer orqali, Payer kошелек hammada bo'lsa kerak. Mana вы выполнили не все условия для вывода deyapti. Mana referral chaqirganim yo'qman hali bu. Shuning uchun referalim yo'q. Hozir 3 ta referal bo'lsa, mana bu yerda 15 rubl yig'ilgandan keyin Payer kошелekka chiqarsangiz bo'ladi. Payer kошелектdan chiqarish hozir Telegram adminlar bor. Ko'plari ishonchsiz, lekin ko'plari Telegram adminlar orqali Payer kошелектdan Humo yoki Uzcardga tashlaysiz. Veschangi degan sayt bor. U ham admin sayt, u ham shu pullarni, Payerdagi pullarni o'tkazib beradi. Demak, do'stlar, bu yerda yana nimalar bor? Mana bu yerda partnyorskiy programmani bosasiz. Bular partnyorlar. Demak, siz qarang, bu yerda nima degan? Qarang, партнерский programma. Ваше приглашение deyapti. Birinchi o'rin deyapti. Partnyor Zarabot ikkinchi o'rin. Birinchi o'rinda mana odam chaqirsangiz shundan bonus berar ekan. Ham o'sha boyagi odam chaqirganingiz bonus ham berar ekan, pul ham berar ekanda. Mana boyagi odam chaqirish nima qilish kerak? Mana o'sha partnyorskiy programmani bosganingizdan keyin mana bu yerda qizil
ko'k yozuvdagi mana shu referalni silkangiz, reklamani silkani kopировать qilasizda, Telegramga tashlaysiz tanishingiz silka orqali kiradida, botni запускать qilib start tugmasini bosib, bir ikkita zarobat qilib, bir ikkita kanalga podpisatsiya bo'ladi. Keyin siz bu yerdan bemalol pulingizni chiqarib boshlaysiz. Minimalka 15 rubl yiqqaningizdan keyin. Mana bu yerda qancha ko'p odam yig'sa shunchalik o'zingizga bonuslar olasiz. Pul berib boshlaydi boyagi odamlar hisobiga. Demak, do'stlar, bu yerda yana nima bor? Mana bu igra tugmasini bosasangiz, o'yin bor ekan. Выберите игру deyapti, auksion deyapti. Зарядить bot deyapti. Bu auksion qanday? Bosaylik mana. Так, auksion. Правила аукциона deyapti. Любой участник может начать аукцион ставкой от 10 rubl deyapti. Demak, любой qatnashuvchi odam shunda 10 rubl bilan, demak, boyagi hisobingizda 10 rubl yiqqaningizdan keyin ishtirok etishingiz mumkin. Auksion может быть завершен при достижении 2 ставок deyapti. Ikkitaga stavka anaqa qilsa bo'ladi. Любой участник может вывести предыдущие ставки и стать лидером deyapti. Максимальный шаг повышения 10 rubl. После повышения ставка аукциона подливается на 10 minut. Как только таймер подходит до нуля, деньги зачисляются тому, кто сделал последнюю ставку. Bu endi omadingizni sinasangiz 10 rubl qo'yib chiqmasligi ham mumkin, aytib ham bo'lmay. Лучше bu narsaga pulni tikmay 15 rublni yiqqandan keyin sразу kartaga ananga payerga chiqarish kerak. Demak, bu yerda nimalar qo'yib, bot haqida ma'lumotlar pastida ekan. Informatsiya o nash bot deyapti. Bizni botimiz haqida informatsiya statistikasi bor ekan, auksion bor ekan, chat bor ekan, informatsiya bor ekan, выплата, to'lov qilib beradi, правила, bot обратной связь, administratsiya, что такое же bot deyapti. Hamma botlarga o'xshagan narsa. Приложение. Самое importante nima приложение? Что вы хотите подвинуть deyapti. Reklama balans deyapti. Kanal, bot, gruppa. Demak, bu yerda pul kiritib, agar sizda kanalingiz bormi, yo bo'lmasa sizda bot bormi, shuni podpisatsiya yig'ib beradi, kanal prosmotr qilib beradi, gruppalarga odam qo'shib berib, shuning uchun uslubalar borda, o'zini uslubalari bor. Shu orqali anaqa qilib kanalingizni rivoji uchun ham anaqa продвинуть deyapti. Kanalni rivoji uchun qilsangiz bo'ladi. Kimgadir kerak bo'lsa, uni ham foydalansa bo'ladi bu narsadan ham. Demak, bizning kanal ko'pincha faqat shu sarmoyasiz pul ishlash to'g'risida videolar olamiz. Sarmoya chiqarib, yo'msa nima desam ekan, yonidan pul chiqarib pul ishlash uchun hech qanday narsani tavsiya qilmaymiz. Biz faqat shu mana bu odamlarga telefon orqali, internet orqali sarmoyasiz pul ishlash yo'llarini ko'rsatib boramiz. Do'stlarimiz, kanalimiz yangi, kanalimiz rivoji uchun podpisatsiya tugmasini bosing, like bosib qo'ying. Sizga yanada oson yo'l bilan pul ishlash yo'llarini, saytlarni o'zimiz pul ishlab ko'rib, tekshirib qo'yib boramiz. Demak, do'stlar, hammangizga rahmat. Agar kimgadir tushunarsiz bo'lsa, kommentariyada qoldirsangiz javobingizni, shu kommentariyaga qarab bo'lgan muammolarni yechishga harakat qilamiz. Demak, do'stlar, sayt bu botni silkasini kommentariyaga qoldiraman. Kommentariyadan silka orqali kirishlaringiz mumkin, yo bo'lmasa mana shu yerda botni glavnisi mana bu Monkeys Money degan bot ekan. Мы являемся лучшим ботом, где лучшие цены и лучшее качество deyapti. Yaxshi sayt emish bular pul to'lash bo'yicha. Harakat qilib ko'rish kerak. Demak, shu bot. Do'stlar, rahmat sizga ham. Sog' bo'lasizlar.